Dahshat, Gvardiola Arsenalning golida Husanovni aybladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasining 33-turida Manchester City futbolchilari juda og'ir o'tgan shoshuda chempionat peshqadami Arsenalni 2-1 hisobda yengib, chempionlik poygasiga qaytdi. O'yindan so'ng shaharliklar bosh murabbiy Pep Guardiola o'yin borasida va futbolchilar haqida fikr-mulohazalarini bildirdi. Bu o'yin APL uchun ajoyib reklama bo'ldi. Arsenal juda agressiv o'ynadi. Yakka kurashlarga kuchli va men faoliyatim davomida qarshi o'ynagan jamoalar ichida duellar, yakkama-yakka vaziyatlar, uzun paslar, havodagi to'plar uchun kurash nuqtai nazaridan eng raqobatbardoshlardan biri bo'ldi. Bu fantastika. Arsenalning goli haqida Pep Guardiola Manchester City darvozaboni Gianluigi Donnarumma va himoya chizig'ining Arsenal gol urgan vaziyatdagi jiddiy xatosiga munosabat bildirdi. Shaharliklar hisobni ochgandan so'ng 2 daqiqa o'tib Mateus Nunes yon chiziqdan to'pni Gianluigi Donnarummaga otdi. Italiyalik darvozabon to'pni uzoqqa tepmoqchi bo'ldi, ammo kechikdi va to'p Kai Havertzning oyog'iga tegib, darvozaga kirib ketdi. Bu vaziyatda Abduqodir Husanov Havertzning faolroq to'sishi unga nisbatan shiddatli o'ynashi kerak edi. Shunga qaramay, menga xatodan keyin jamoani birlashgani va Donnarummani qo'llab-quvvatlagani juda yoqdi. Gol o'tkazib yuborilgandan so'ng futbolchilar bir-biridan ayb qidirishni yoqtirmayman dedi Pep Guardiola. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov joriy mavsumda Manchester City safida barcha turnirlarda 32 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz Arsenalning golida? Haqiqatan ham Abduqodir Husanov aybi bormi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.